281 hadis. An Abi Hurayrata anna rajulan shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaswata qalbihi. Abi Hurayra xabarda bir vaqt bir kishi Allohning elchisi yanına kelib, o'zining qoti bag'rli bo'luvina, qoti yurakli bo'luvina zorlana boshlaydi. Faqala lahu in aradta talyina qalbik fa'atghimil miskin. Ham shunda Allohning elchisi aytadi, agar yuragingning yumsharuын tilasang, shu ko'nglingning yumsharuын tilasang, miskinlarni oshat. Vamsah ra'sal yatim. Ham endi yatim bolaning boshidan sipar. Yatim bolaning boshidan sipar. Qoti yurakli bo'lu ul musulmonning, mu'minning sifatına qarshi keladi. Chunki biz bilan boshqa hadisda aytdik, musulmon o'shundoqda mu'min kishi ul yengil, yumshoq, hatto ana bir qoya o'tirsang da o'shunda o'tirashadi deb oldik. Xatirlaysizmi? Qoti yurakli bo'lu, tosh bag'rli bo'lu, ul borliq xayrlilikdan da mahrum etadi. Chunki biz bilan oldik, agar Alloh ningida bo'lsa yurtga xayrlik tilaykan, u chog'da bu yurtning kishilarini yumshoq ko'ngilli etadi dedik. Shular kim yumshoq ko'ngillikdan mahrum, shu borliq yaxshiliklardan da mahrum. Shunga ko'ra, agar bugun birlarimizning ko'ngli qoti ekan, u tosh bag'rli ekan, demak bu kishiga Alloh xayrlik tilamay. Bu bek qo'rqinish. Tezroq o'zingni o'zgartirga kerak. Yaxshi, yumshoq ko'ngilli bo'lish uchun barliq sabablarni qilra kerak. Ham shu sabablardan bo'lib turib, mana bu hadisda kelgancha miskinlarni oshatu. Agar sen qoti bag'rli ekan, miskinlarni oshat, inshaalloh bu sening ko'nglingni yumshartir. Ham shular sabablardan bo'lib turib, u yetim bolaning boshidan sipar. Yetim bolaning boshidan sipar u. Shunga ko'ra, agar yetim bola ko'rasiz ekan, ko'proq uning boshidan sipar. Ham bu sening ko'nglingni yumshartir. Ham bu sening ko'nglingni yumshartir inshaalloh. Barakallohu fikum.